Ya bo'ldi aka. Shuning uchun hurmat qildim. Sizni oldin ham meni shunaqa tarbiya. Assalomu alaykum. Qovunchiga emasmi? Aka, bir safar pulim tugab qoldi, tashlab qo'yamizmi? Bo'ldi, xo'p aka. Assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz, tumsiz? Qovunchiga emasmi? Qovunchini o'zida achib o'tib tushaman. Faqat bor pulimni ishlatib qo'ydim-da. Bir safar. O'tirinchi man o'tgan. Zapravka muammolari nima bo'lyapti? Endi o'chirib qildik 3 soat deganda chiqib olib kelyapman hozir. Qattiq olib taqasan. Ha, kirdingizmi soatda bo'lsa ham? Ha. Soat tinchmas. Ishlagan odam qonni to'q. Xudoga shukr. Xudoga shukr shunisiga. Kelinlaringga mana bu yerda tushasizlar. Bo'ldi. Tog'a, yo'q, yetib olamiz. Yo'q, aka. Rahmat. Ishga ozgina. Tog'a, sog' bo'linglar. Eksperiment o'tkazyapti, pulimiz yo'q emas. Bu orada bizga o'xshagan bitta-ikkita qiynalganlar chiqib qolsa, ko'p olib ketaman. yo'q, mayli, mana shuni aniq qilasiz bo'lmasa. Tog'a, mana rosta. Yo'q. Men bunaqa pulni olmayman. Ya tog'a, bu bizga o'xshagan rostdan pullarni olib ketasiz, biz ham savobimizga sherik qilasiz. Yo'q, aka. Tog'a, rostdan chin ko'ngildan, hozir sinovli kunlarda bizga o'xshagan mabodo qiynalganlar bo'lib qolsa, Yo, nimaga qiynagasiz? Zo'r odamsiz. yo, bizga o'xshab chiqib qolsa shunaqa. Yo'q, olib ketaman. Ya mana yana shu olib ketganingiz uchun tog'a bu. Olib ketaman. Olib ketganingiz uchun rahmat. Meni xijolat qilasiz. Yo'q, xijolat bo'lmay chin ko'ngildan tog'a sizga. Mabodo bizga o'xshab mana shunaqa Yo'q, xijolat bo'lib qolaman-ki. iltimos tog'a olib borib qo'ying desa tashlab qo'yasiz tog'a. Yo'q, olib boraman, nimaga olib Ya bo'ldi aka. Shuning uchun hurmat qildim. Sizdan oldin ham meni shunaqa tarbiya qilgan. sizdan oldin ham bitta-ikkita mashina to'xtadi, yo'q dedi. Siz xo'p dedingiz. Mana tog'a chin ko'ngildan pulimiz yo'q emas edi, borib. Men uka xijolat bo'laman. Yo'q, xijolat emas. Mana xijolat emas. Bizga o'xshab iltimos aka tashlab qo'ying desa, o'shalarni tashlab qo'yasiz. Mana mashinani aniq qilaverasiz tog'a. Qilib turasiz. Rahmat. Zapravka qilasiz. Mabodo yo'lingizda bugunmi, ertami, qachon odam chiqib qolsa, bemalol aka bexijolat aniqlasiz, tog'a. Yo'q, xijolat bo'lmang. Chin ko'ngildan rozimiz tog'a. Hozirgi kunda xalqimiz orasida shunaqa yaxshi insonlar, yaxshi taksilar borligidan xursandmiz. Shu videomiz yoqqan bo'lsa, bitta like bosib qo'yasizlar.